Amirxon Alixo'jayevga kontrakt olganmiz, karate kombatdan. Amerikada Iftamangudan keyin albatta Amerikada o'sha vaqtda o'qiymiz. Amirxon Alixo'jayev mag'lubiyatdan keyin ko'pchilik slabroq raqib topadi-da. Shu paytgacha men o'zim bolalarimga hech qanaqasiga slabiy raqib qidirmaganman. Shogirdlarim bu ligada ham xuddi shunaqa imkoniyat bermayman. Slabiy raqib degan narsa yoki parajanasini yopish uchun jang berilmaydi. O'ziga mos raqiba Dagestanlik ACLda urush bergan top sportchilardan bittasi 18 turmi o'ziga mos. Uni omadda yo'g'ini ko'ramiz. Lekin uni yutqizsa, aytolmayman, odamlar to'g'ri qabul qilish kerak. U sportchi kuchli ekan, bir xil aytadi, barbasi yo'q ekan, barbasini ham qiladi, hammasini qiladi. U latare, u liboy barba qilib yurgan bola ham, misol uchun bitta urib yiqilib nokaut bo'lganlarni ham ko'rganmiz. Barba qilib yurgan bola ham o'zini barbasi o'tmaganlarini ko'rganmiz. Bu sportda har doim mag'lubiyatdan g'alaba yonma-yon yuradi, hech kim bilmaydi.